xalqaro professional boks kechasi. 14-noyabr kuni Humo Arenada xalqaro boks kechasi bo'lib o'tdi. Lazizbek Mullajonov, Bahodir Jalolov, Shahram G'iyosov va bir qancha boshqa boksyorlar jangi bo'lib o'tdi. Setanta Sports jamoasi ham ushbu musobaqaga borib video oldik. Demak, Shuhrat, Setanta Sports O'zbekiston boks kechasidan mini vlog. Xo'p, o'rtoqlar, hozir biz ichkariga kirib oldik. O'ng tarafimda VIP loja, chap tarafimda oktagon, hali event, ya'ni turnir boshlanishiga 1 soat bor. Hozir bu yoqda tayyorgarchilik jarayoni ketyapti. Pastga tushib ko'rdik. Tayyorgarchilik avjida. Bugungi musobaqada 10 ta jang bo'lib o'tadi. Ulardan ikkitasi kamar uchun jang. Janggacha mashhur boksyorimiz Murodjon Ahmadaliyevni ko'rdik va asosiy janglar bo'yicha taxminlarini so'radim. Akajon, bugun Bahodir Jalolov nechinchi raundda ruh qo'yadi deb o'ylaysiz? Bahodir Jalolov meni taxminim 2-3 raund. 2-3. Shahram G'iyosovchi. Endi Shahram G'iyosovni bo'yi to'liq bo'lsa kerak. Endi bilib bo'lmaydi, bu boks. Ringda hamma narsa bo'lishi mumkin, to'liq bo'lishi mumkin. To'liqda sudyalarni qonuni bilan yutadi deb. Akajon, rahmat kattakon. Rahmat. So'ng davlatimiz madhiyasini eshitib, musobaqaga start berildi. Birinchi jang futbol tilida derbi desak bo'ladi. Asadbek Bekmirzayev Sherzod Habibov to'qnashuvi. Birinchi jangdan boshlab qiziqish yuqori darajada edi va 6 raundlik davom etgan jangda hakamlar qaroriga ko'ra Asadbek Bekmirzayev g'olib deb topildi. Yana bir derbi Rossiya boksyorlari o'rtasida bo'lib o'tdi. Artyom Pugachi Rajab Butayev to'qnashuvi. Bunda ham hakamlar g'olibni aniqlashdi va Butayev yutgani e'lon qilindi. И победу одерживает боксер из красного угла Раджаб Menimcha raqiba bundan rozi bo'lmagan ko'rinadi. O'zbeklar to'qnashuvi davom etadi. Navbat endi Suhrobjon Qayumov va A'loxon Abdullayev jangiga. Lekin bu jang so'ngida hakamlar do'stlik g'alaba qozonganini, ya'ni durang bilan tugaganini e'lon qilishdi. Mana birinchi kamar uchun jang ham boshlandi. Tanziyadan Josef Maygvisiya o'zimizning Nurislom Ismoilovga qarshi. Ma'lumot uchun Nurislom faoliyatida 7 ta jang o'tkazib, 7 tasini nokaut bilan g'alaba qozongan. Jang kuchli kechdi. Josef himoyani yaxshi ishladi. Lekin baribir Nurislom zarbalarini o'tkazib yuborgan holatlar ham bo'ldi. Va bilasizmi nima bilan tugadi? Albatta, Nurislomdan yana bir nokaut. 8 tadan 8 tasi va Maygvisiya mag'lub bo'ldi. Birinchi kamar bor. Islomovni tabriklaymiz. Keyingi tanziyalik bokschini Shohjahon Abdullayev texnik nokaut bilan yutdi. Lekin raqib hakamlardan revansh so'radi. Ana endi asosiy janglarga navbat keldi. Ikkinchi WBC kamari uchun jang. Lazizbek Mullajonov, Monia Sahu Muridtadir. Lazizbek boshidan faqat g'alaba uchun tushganini ko'rsatib qo'ydi. Ketma-ket zarbalar, har xil manyovrlar, raqib asosan himoyalandi. Bir necha bor kuchli zarbalar yeb, kapasini ham tushirib yubordi. Oxir-oqibat raqib tan oldi. Mag'lubiyatga uchraganini, jangni davom ettira olmasligini va Lazizbek eng og'ir vazndagi WBC kamar egasiga aylandi. Tabriklaymiz. Ana endi mashhurlar jangi. Lekin undan oldin mehmonlar ko'rinish berishdi. Boks afsonalari Aleksandr Usyk va Terence Crawford ushbu musobaqaga mehmon sifatida tashrif buyurishgan edi va o'zbekistonlik muxlislar ularni iliq kutib olishdi. Bahodir Jalolov va Solomon Adebayo. Ikki jangchida ham statistika shunchaki ajoyib. Nigeriyalik jangchida 14 ta jang, 14 ta g'alaba, 13 ta nokaut bilan yutgan. Big Uzbekda esa 16 ta jang, 16 ta g'alaba, 14 ta nokaut. Xullas, ikkala boksyor ham bu jangda maksimumini berishi kutilayotgan edi. Bahodir Jalolovning taktikasi shaxsan menga juda yoqdi. Raqib hujum qilganda faqat himoyalanish emas, uni psixologik chalg'itish, keyin esa raqib xatosidan foydalanib qarshi zarba yo'llash. Adebayo ham hujum qildi, yomon urishmadi, lekin favorit va tajriba o'z so'zini aytdi. Jalolov 4-raund 2-daqiqa 37-soniyada texnik nokaut bilan Adebayoning g'alabali seriyasiga nuqta qo'yib, o'zining mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettiradigan bo'ldi. G'alaba bilan tabriklaymiz. Qizil burchi Bahodir Bekuzbek Jalolov Va final jang, 10-jang, ko'pchilik kutgan jang. Shahram G'iyosov.
Raqib Rossiyadan Mark Urvanov. Statistikaga kelsak, Urvanovda 21 ta jang, 18 ta g'alaba, 10 ta nokaut, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang. G'iyosovda esa 17 ta jang, 17 ta g'alaba va 10 tasi nokaut bilan. Xullas, yurtdoshimiz mag'lub bo'lmagan. Shahram haqiqatdan ham juda tez va texnikasi kuchli ekan. Hujumda juda faol bo'ldi. Raqibga deyarli imkoniyat bermadi. 1 2, 3 zarbalariga to'g'risi o'zim maza qilib yubordim. Natijada 4-raundda texnik nokaut bilan bu jangda g'alaba qozonib, turnirga va bizning videoyimizga ham yakun yasab beradi. O'ylaymizki, qisqa bo'lsa ham vlogimiz yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, har doimdek like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Setanta Sports O'zbekiston kanali edi. Keyingi boks kechalarida ko'rishguncha salomat bo'ling.